Video kesilmaydi. Bizni xalqqa kerakli ma'lumotni bersak bo'ldi. 2022'de masalan Polin dokument ishlari Polin bo'yicha $800 ketdi. 1800-2000 dollar olgan. 1800-2000 dollar Bolgariya. 22 yil oylik intellekt farq qilmaydi. Tashli bir. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Do'bek YouTube kanali obunachilari. Xo'sh, bugun Alisher akamiz bilan ko'rishib, bugun vaqt topildi. Anchadan beri plan qilib yurib, anchadan beri tanishib plan qilib yurdik. Bugunga nasib qilgan ekan. Xo'sh, Alisher aka, hozir sizga bir savollar beramiz. Sharti, mana shu suhbatni, podkast sharti ochiq o'yindan faqat bor narsani haqiqat aytish. Video olinayotgani sababi nimagaki, shu vaqtgacha ko'pchilik hamyurtlarimiz, yurtdoshlarimiz qaysidir firmalarga ishonib, yo qaysidir o'sha mashinniklarga ishonib aldanib qolishadi. Hozir qaysi firma bilan kelgansiz yo boshqasi ochiq o'yindan aytaverasiz. Bu yerda reklama bo'lib qolyapti yo boshqa unaqa narsa yo'q. Biza xalqqa kerakli ma'lumotni bersak bo'ldi. Bu kimdir mana oddiygina mana suvni ko'rsatsa ham reklama bo'lib qolyapti, olib qo'y deydigan darajada biz ochiq o'yindan hamma narsani chiqarib beramiz. Tamam. Xo'sh, birinchi savol, o'z tanishtirib o'ting, qayerdansiz? Ismingiz, qancha vaqtdan beri bu yerdasiz? Oldin misol uchun kelib ketgan ekansiz, shular haqida bir gapirib o'tsangiz. Ismim Ali. To'liq Alijon. Xorazmda tug'ilganman, Xorazmda yashayman. Bolgariyaga 2022'da kelganman birinchi safar. Birinchi safar 2022-yilda ishlagansiz. 1 yil ishlab ketganman Varna shahrida. Keyin ikkinchi safar kelganimga 2 oy bo'lyapti hozir. 2 oy bo'lyapti. 2 oy bo'lyapti. Xo'sh, birinchi safar 2022-yil o'sha Varnaga nima ishda kelgandingiz va qancha rasxod bilan kelgansiz va hozir nima ishga kelasiz, qancha rasxod bilan? Mana 2 yil ichida qanchalik o'zgargan rasxodlar? O'zgarishlar juda katta. Hozir 2022'da masalan Polin dokument ishlari Polin kelguncha $800 ketganda. $800 2022-yilda. Polin kelib ishga joylashguncha $800 ketgan. Hozir ikkinchi safar kelganimda o'sha bitta odamga $1500 ketyapti. $1,500, $700 3 yil ichida o'syapti. Bunga sabab viza o'zgargan, Schengen bo'lgan. Xabaringiz bor. Schengen viza bo'lgan. Oldingi safar vizada faqat qo'shni davlatlarga o'tsa bo'lardi. Hozir mana 16 davlatga Polin ruxsat bor. U ham sayohat yuzasidan ma'lumot aytib o'taylik. Sayohat vizasi bilan sayohatchi sifatida o'tishingiz mumkin. Bu ID kartani oldingiz degani mana boshqa davlatlarga, mana Polshani kartasiga o'xshagan boshqa davlatlarga ishlay olasiz degani emas. Shu firmaga, birorta firmaga keldingizmi, necha yil shartnoma bilan kelgansiz, ID kartasi bo'lsa faqat o'sha ishxonaga ishlay olasiz. Karta даже Bolgariyani ichidagi boshqa ishxonalarga ham o'ta olmaysiz. Mana shu bitta imkoniyat faqat Schengen zonalariga qayta viza qilib o'tirmasa, o'sha ID karta orqali sayohat qilishingiz mumkin. Xo'sh, hozir bu yerda nima ishga keldingiz? Topilayotgan daromad va 2022-yil. Men hozir viza o'zgardi, men $700 ishni rasxod qilib keldingiz. 2022-yilda nima ishda kelgandingiz va oyligingiz qancha edi? Hozir nima ishga kelgansiz, oyligingiz qancha? Oylik misol uchun ko'tarilganmi? Schengenga kirgandan keyin qanaqa yangiliklar bo'ldi? Schengen bilan oylik unchalik farq qilmaydi. Tashli bir xil. Oldingi safar kelganda masalan dollarga hisoblayman. Dollarga hisoblasangiz, dollarda hisoblasak masalan yaxshiroq bo'lardi. $1800-2000 olganmiz. $1800-2000 Bolgariya. 2022-yilda. Hozir ham shu 1800 topyapti. 1800. Yo'q, 1800. Polin rasxodlardan tashqari 1800 uyga ketyapti. Xo'sh, hozir nima ish bo'yicha keldingiz, nima ish qilyapsiz? Ish soatlaringiz qancha va haftada necha kun ish, necha kun dam, qanaqa kelgansiz bu yerda? Dalshi men misol uchun kelmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz kimga murojaat qilishsin,
Misol uchun sizga o'xshagan mana bu yerda o'sha расход qilsa ham, konkretni vizani qilib berib, konkretni mana bu yerga sizga o'xshagan kelish imkoniyati bo'ladi. Mana shu savol juda muhim, chunki ko'p hamyurtdoshlarimiz adashib qolishyapti. Ko'p o'sha O'zbekistonda yurgan, Yevropaga ketaman, o'sha Rossiyada deportim bor, yo misol uchun Rossiya bora olmayman, sog'ligim ko'tarmayapti, menga osonroq va normalniy ish kerak deb yurgan, mayli pulni beraman. Misol uchun 1000 bo'ladimi, 1,5 ming dollar расход bo'ladimi, lekin menga konkretni vizamni qilib bersin, men konkretni jo'natsin deydiganlar kimga murojaat qilish kerak? Realni o'sha siz kelgan, misol uchun firma qonuniy O'zbekistonda ro'yxatdan o'tganmi? Bemalol hozir ma'lumot to'liq bo'lsa, ishonarli bo'lsa, video davomida qo'yib qo'yamiz. Bemalol kim misol uchun aloqaga chiqib, kelmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqib, gaplashib, bemalol hamkorlik qilishimiz ham mumkin. Agar kim Bolgariyaga kelib ishlamoqchi bo'lsa, masalan, yashamoqchi bo'lsa, oilaviy keladimi farqi yo'q. Davlatda o'zining elchixonasi bor, ro'yxatdan o'tgan. O'sha yerga murojaat qilsa, merci. O'sha yerga murojaat qilsa, joyni kesib tashlaysiz. Video kesilmaydi. O'sha yerga murojaat qilsa, o'zi hech qanday dallollarsiz, o'zi borib to'g'ri gaplashib, o'shanda bir 30% pulni tejab qoladi-da. Xo'p, qarang, meni tushunishim bo'yicha obunachilar tushunarli bo'lishi uchun ochiq oydin aytamiz. Men misol uchun O'zbekistondaman, men borishni xohlayman, Bolgariyaga borishni xohlayman, ishlash uchun men to'g'ridan-to'g'ri posolstvoga borib, qanaqa vakansiyalar bor, men Bolgariyaga ketmoqchiman deb, o'sha sudamaganligi haqida qog'oz originali va undan tashqari o'sha zagran pasportini bilan borish kerak. To'g'ri tushundim? Azobunachilar hozir aytishlari bo'yicha firma yo agentstvadan ko'ra bemalol posolstvoni o'ziga borib, o'ziga misol uchun ishlamoqchiman, rus tilini, hech bo'lmasa minimal darajada rus tilini bilaman, muloqot qila olaman, xo'sh men ketmoqchiman deb dokumentlaringizni bersangiz, qanaqa xo'sh nima imkoniyatlar borligi, qanaqa vakansiya borligini posolstvoni o'zi chiqarib beradi. Xo'sh, dalshi kelmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga qanaqa takliflaringiz yo qanaqa fikrlaringiz bor? Misol uchun ko'p firmalar aytadi, faqat rus tilini bilsang bo'ldi. Faqat rus tili, ba'zi bir Italiya deyishadi, Latviya deyishadi, misol uchun Bolgariyaga ham aytishdi, rus tili muloqot darajasida bo'lsa, bemalol jo'nata olamiz va keta olasiz deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Va men bu yerga kelganingizdan keyin, o'sha birinchi marta kelgan vaqtingiz, misol uchun o'sha 1 yil ishlagansiz, tillarni o'rgangansiz, o'sha birinchi vaqtda kelgan vaqtingiz, u aytilgan gap qanchalik to'g'ri bo'lgan? Va hozir keladiganlarga nima maslahat berasiz? Rus tilini bilish, masalan, ishlagan joyingizda masalan bir odam yo ikkita odam bilishi mumkin-da rus tilini. Qolganlar bilan muloqot qilish qiyin. Tем более bolgarcha gapirish kerak faqat. Iloji boricha bolgarcha ham o'rganish kerak, gaplashish kerak. Misol uchun keling Yevropaga kirdi deyapsiz, Schengen zonaga kirdi deyapsiz. Kimlardir ingliz tilini biladi. Ingliz tilini gaplasha oladiganlar uchun qanchalik qulay bu yer? Ingliz tili bu yerda faqat yoshlar biladi, Bolgariyada. Yosh katta odamlar kam. Faqat yoshlar bilan gaplashish mumkin ingliz tilida. Yosh katta odamlar ruschani biladi. Xo'sh, aziz obunachilar, ruschani bilgan taqdiringizga ham yosh katta insonlar ruschani tushunishadi, lekin o'sha mustamlaka bo'lganligi sababli rus tilida gaplashishni xohlashmaydi. Ular rus tilida ruscha gapirib tushunaman deydi, lekin javobni rus tilida emas, bolgar tilida javob qaytaradi. Shuning uchun maksimal darajada imkoniyatdan kelib chiqqan holatda iloji bo'lsa ingliz tilini o'rgangan ma'qul. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Kimlardir misol uchun viza chiqishi osonroq yo расходi kamroq, oilaviy yashasa bo'ladi deyapsiz. Xo'sh, dalshi o'qishga kelishga mana bu yerga qanaqa sharoit, ta'lim darajasi biza bilan solishtirganda qanaqa, ko'taradimi? Ta'lim darajasi bu yerda juda yaxshi. Biz uchun yaxshi, lekin bu yerning xalqi nimagadir o'qishni xohlamaydi. Ammo kelib o'qisa zo'r. Ta'lim darajasi O'zbekistondan ancha yuqoriroq turadi. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun bu imенно ta'lim yo'nalishiga kiramiz. Alohida bitta video qilinadi. Xo'sh, O'zbekistondan kelib shu yerda universitetiga, institutga o'qib yurgan
hamyurtda o'sha o'zbekistonliklar shu yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa video kommentariyasiga yozsinlar, ko'rishamiz. Fikrlari bo'lsa, misol uchun gaplari bo'lsa, xuddi shunga shu yerga o'tirganga o'xshagan o'tirib bemalol xuddi shunaqa video qilamiz. Bu videolar nima uchun? O'zimizda yurtdoshlarimizga yetarli darajada informatsiya, ma'lumotlar berish. Hozir men misol uchun Alisher aka aytmaganlarda men bilmasdim. To'g'risi posolstvoni o'ziga borib, faqat men posolstvoga viza uchun kirlar deb biladim. Borib o'sha yerda o'zidan vakansiya so'rab, o'sha yerda o'zidan dokument qilish kerakligini bilmasdim. Xuddi shunga o'xshagan biz harakat qilyapmiz sizlarga kerakli to'g'riroq ma'lumot berishdi. Xo'sh aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Yana bitta shartimiz bor. Shu videoda har bitta sizga berilgan savolga, har bitta savolga maksimal darajada javob berasiz.